Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga. O'zgidromet tezkor axborot bilan chiqdi. O'zgidromet bugun 17 aprel kuni kutiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Hurmatli tomoshabin, video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi esa 22-24 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi esa 18-23 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 18-23 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi esa 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechga yaqin yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' old va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi aytilmoqda. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi esa 15-20 daraja issiq bo'ladi. Har kunlik ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaydigan tanishingizga ushbu xabarni yuborib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni va video roligimiz ostida like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.